Kaygan çağda Sen soğulaştırsan lan yana bir etikler kamiyen varken bazı kamiyen seyahat ekipleri şofra usulun başlığını burada sen de çavakın içinde bir kısmını keyif yaptırır kurtarsana hani sultan bekliyoruz namusu kamiyen doğası baştan bir tane var Hatta kaynak kulağına mı daha çıkıyor ha? Kettik sazından birisi Çık duymaz ha? Çavakın içinde böyle ha? Kaçtı evlat ha? Şut! Hani çavak yok mu?
Evet, Kamil Cilil Ustaz çıraylı usulu bilen tenken çıkıp begin Kamila Hanım sizge mol köpten köp rahmet. Onda hostunda birinci karar İpek yoldaki Gazelxan programımız bilen stratejilik hemkarlaşkan Şinjan Yeni Kandidat Biyotexnik Çekiş Şirketi'nin kurgucusu İbrahim Efendi'nin faaliyetimiz hakkında söz kıpırış teklif kılgan olsak, sektimizge merhamet. Merhamet. Hoş geldiniz. Qani. Salam, hürmetlik mehmanlar. Bugünkü bir hasta akışını ekran aldığı körep doğan kıymetlik körürmenler. Emmalarının hazır vakti hayırlık olsun. 2013 yılı Şinjan'da Tötçi toruna içi ütilişi. 2019 yılı bağında 5 toruna içi ütilişi. Halk işide internetin gayet zor derecede umumlaşışı bilen neticelendi. Hem bu ahval bizge okşaş karıkançılarda mesuat işlep çıkarış kayışı, ticaret, ahlakı, setiş usulü, teşvikat usulü katarlıklarda katlamlık özgürüş ve sınaklarının yüz berişi bilen neticelenip geliyordu. Elbette bu xil özgürüş ve sınak sanat sahasında mı naiti inik ifadelengen dep qarayman. Demekçimen ki internet meyli sanatçılar olsun, karxançılar olsun bizden toxtavsız kasıplaşışını, yenilik yaratışını ve ügünüşünü talep kılıvatı. Hem de muhterkem başçılıkta müşketim royap çıkmakçı bolgan Gazelxan programımızı hazırki zaman internet sanatının, Şinjan internet sanatının en yukarı seviyesiga vakillik kıla alaydı dep qarayman. Şundaqla bu programının xalq yaqtırdıgan bir alqışlıq programı bulab kelişini. Mühimi Gazelxanның bazar igilikini teximi tarakki kıldırıp diyarımızdaki sağlam karxanlarının marka obrazıga töküp kuşaqlaydıgan yaxşı bir program bulab kelişini çin dilimde ümit kılıman. Amanglarga rahmet. Rahmet, azgın kön soğumuz var İbrahim Kan. Şimdi qani. Çavakla toxtab qalmaydı mehmanlar. Bugün çalmağan çavakla qaçan çalımız. Rahmet. Köptük köp rahmat. Nayet için sözler boldu. Hoş undaq olsa seknemizge yeni bir Zhongyangji adamdan birini teklif qilmoqchi hesapda nayet ko'nglimizda alqalbi yuqori o'rin turdigan mayli televizor ekranlarida bo'lsin mayli alqalbida bo'lsin izi o'chmas san'atkor bo'lib hisoblangan Tüypikar Tüypikar ustazımız. ustozimiz bor. U bo'lsa Ömercan Ömercan olim ustozni ustaz. necha kelima so'zlab berishga bir taklif qilgan bo'lsak, qani, marhamat. Merhamet. Siz Birdan asra- paranglashayli deb Gep chaqirdi. qıpasınlar çaqadık. Voy, futbol yaxshi ekan mana. Salam hürmetlik mehmanlar. Yukarıda naiti yaxşı gepler, yaxşı sözler oldu. Ben bir sorunda hiç kim gepemeyime çak kılıp ma sekneye çıksam sır tentireydiğin işim var. Gepti şu. Yani ma programma gelsek ras ben üzermelik ustaz olup otağallığım için maktığallığım emez bu programma koyulganda bilişimiz hem de bek yakış çıktı dep qarayman. Bu günün şunda kızgın hemimiz kıykas külüp mayırlarımı bir-birden esil aynı vakitte İpek yoldan tallangan ballar boğaşka o günün seknimi bek kızıdı. Menimce bu programını koygandıkken Nurgun Karxançılı apla cep okumay kaptık dep gelişi mümkün. Şunun için muş programının bana ürümşehirlikten istedim masanımız dedi. 11. ayının 3 koyuldu dep. Kağınını koyulgandıkken menimce halkının bek kollap gitişini ümit kılma. Çokum kollaydı menimce. Rahmet ben sizlerge cıkyak bulamadım. Rahmet. Rahmet. Rahmat Ömercanka, qani sog'lig'imizni qo'l qilgan bo'lsangiz. Köpten köp rahmat. Qani Ömercanka bir chavaklarni yana bir qayta yig'dirib o'tgan bo'lsanglar. Köpten köp rahmat. Mana bugünkidek ehemmiyetli faaliyetimizde Muşu programımızda aziz bilgen her millet xalq amısıdan keldi tebrik. Gazelxanlarımızdan keldi tebrik. Karxançılarımızdan keldi tebrik.
Tövəndə İpək Yolu Sadası proqramımızın küçlük mahirlərdən biri bolğan, İpək Yoludakı Qəzəlxan proqramımızın mahiri bolğan talantlıq naxışçımız Jalal Ənvərnamın muşundaq əslilik minutlarga çiraylıq tiləkləri bar dep oyladım. Səhnimizə bir təklif qoyğan bolsaq, mərhəmət. Qani Qəzəlxanımız Jalal Ənvər. Qani, marhamat. Salam ustozlar, kasbdoshlar, do'stlar. Kamina Jalal Ənvərdən sərgi sığınışıq salam. Bo'lsa men sizlar uchun ozroq bir xizmat qilgan bo'lsam, shu ustoz Muxtar Bug'ra tekstiga ishlangan Xandon temasidagi naqsham bilan sizlarga bir salomlarimni yo'llab olgan bo'lsam, yoqtirib turanlar bergaysizlar mehmonlarimiz. Rahmat Jalal Ənvərning lirik kuylariga shunchalik rahmat. Nihoyat hozirlandik deb o'ylayman. Xo'sh, shunda qo'l sahnimizga birinchi qaror Ipak yo'lidagi G'azalxon programmamizni alayda qo'llagan Urumchi Iparbuloq so'z chekish shirkatining qurg'uvchisi Nurullo Bovdin apandimni bir qancha so'zlab berishni taklif qilgan bo'lsak, qani, marhamat. Marhamat.
Salam, senden sayesinde topkıraz usalda. Şu sorunga hazır olan. İzmi parlamış vaktan hayırlı olsun. Ama İpablaşık namıdan Hemiş Kazalkan programımızdan Utoğlu Halk Alkışlardan program buluşuna çünkü onu bilmek Rahmat. Yana bir çoğulan yağdırı etken basınlar. Soğuklarımız batıqını qubul qılğan basınız. Nurgulluğun köngül sözlerini bir qancha gepkil jig'inchaqlab davatdi. Köpten-köp rahmat. Xo'sh. Rahmat etimiz. Endi tuandan bu şu Sübih İpek Yo'ldagi G'azalxon programmamizning baholag'uvchi ustozlardan biri bo'lgan kuldirgi cho'lpinimiz. Ro'zaxon Tudaxon apandimni faoliyatimiz haqida bir so'z qilib bergan bo'lsa deb taklif qilsak, chavaklarimiz bilan marhamat. Marhamat aka. Chavak boshulab qoldi. Bu chavak sol tarafdan chiqyotdi. Men o'ng tarafdagilar sal xafa bo'lib qoldinglarmi? Chavaklaringlarni faqat anglayolmadik, ha? Yaxshimsizlar. Bugungi faoliyat qatnashgan barliq san'atkor ustozlar, do'st birodarlar. İpek yo'ldagi G'azalxon programmasi nihoyatda dag'dug'liq suratga elildi. Men endi shu programmaninki bir nima deyman, baholag'uvchisi deysam, men chaqchaq qildigan odam. Bir qatnashuvchisi deb turaymiz endi. Nihoyat ko'ngillik, ahamiyatli bo'ldi. Endi bu programmaning farqi nuqul naqshinil maqsad qilgan emas. Nihoyat musavvirdikam Javlan inimga o'xshash bizning diyorimizga to'nilgan qiziqchilar bor. Ben qatnashdim, shu sabab bu programmada kulki chaqchaq, bir mehr muhabbat, eng muhimi nihoyat bir yaxshi bir erkinlik bor bo'lgan bizning Janubiy Shinjang, Shimoliy Shinjangdagi barliq madaniyatlar jug'urilgan xalqimiz yoqtirib ko'radigan bir programma bo'ldi deb o'ylayman. Tiliga mush programmaninki yaxshi tarqalib, diyorimizdagi har millat xalqininki ma'naviyatga bo'lgan bir usulligini qondirishini chin dilimda umid qilman, ham ishonaman. Rahmat sizlarga. Rahmat, güzel tilaklaringizga ko'pdan-ko'p rahmat. Rahmat Ro'zaxon aka. Qanunda qolsa sovg'atlarimizni bir qabul qilgan bo'lsangiz. Sizning qadamlaringizning gullagan son, kesib ishlaringiz, tan salomatligingiz hamsi yuqori pallada nihoyat yaxshi bo'lsin. Ko'pdan-ko'p rahmat. O'xshash taxlablam. Futbol yaxshi bo'lgan ekan. Rahmat. Xo'sh, unda qolsa, tövanda sahnamizga yana bir G'azalxonimizni taklif qilaman. O bo'lsa-mu 4-qaror Ipak yo'li sadasi programmasining chempioni. Shundaqla yaqinda qo'yilmoqchi bo'lgan Ipak yo'li G'azalxon programmasining G'azalxoni Abdug'ini Yosin apandim qani qarshi olamiz. Sekin siz qoldi. Marhamat. Salom aziz mehmonlar, ustozlar, hammalarga ham birikkan Kamin Abdug'ini Yosin degib turib salom. Rahmat aytaman, bugungidek shundoq altundek qutlug' kunlarda İpek yo'ldagi G'azalxon programmasininki tarqatish murasimida, axborot e'lon qilish murasimida azizlar uchun birlik tugunimni o'zimni nihoyat xursand qilaman. Unda bo'lsa davomlashtirib o'zinglarda ustozimiz Muxtar Bilra kuy she'riga ishlangan naqshlardan Qadinas tegishli naqsha, tarqalmagan yangi naqsha, buni naqshining mustahkam qilib barcha ma'no huzur sunsa, huzurlanmaysizlar. Marhamat. Gülüşe
Rahmat etimiz, onda hostamlıq жүрек sözleri бар, mehmanlarımızını bir təklif qolamdıq. Biz Əbəybək Guruhinin qurğucusunu Ənvər Əbəy əpəndimni bir səhnimizə təklif qılğan bolsaq, fəaliyyətimiz haqqında bir söz qılıb bəyan bolsaq, mərhəmət. Fəaliyyətimiz az qıyvatıdı mehmanlar. Nayt çiraylıq oturub beriyapsizlar. Yəni azraq qeyrət qılıb, çavaqlarınla buz aymay çilib, callıq bir keyfiyyət oturub bəyan bolsanlar, rəhmət. Mən muxtarkam olam rəhmət etmə. Qanda degan vaqtida bir bal yaxshi cho'ng olsa, dadis kim ken deydi emasmi? Bu programmamizning shunda yaxshi, shunda jalliq chiqarmagan abiyamni qandaq javoblarni yangiritib ketib emasmi? Mushundaq səni bağa vaqtimizda muxtarkam ko'p degan jafolarni shunda tatib ketdi. Rahmat sizga muxtarkam shu korxonchilarning taxim o'zimizni namoyon qilish fursatini yaratib berganligingizga ham buni o'tib qoldim. Boshqa sanlar gap qilgan bilan masani gap qilmoq tasrihga. Rahmat muxtarkam bu rahmatimni bildirib chiqib ketay. Ish qilibgan pek ko'p jafolarni tatdi. Masalan, har qitim qiyinchilik yo'liqa vaqtimda muxtarkam ko'z oldimga keladigan bo'ldim. Muxtarkam jinidan shunda qiyinchiliklarni yengib turib, shunda jafolarni chekib turib, qilvasa, sen tiq yosh tursan, sen tiq g'ayrat qil deydigan bir holat shakllandi menda. Rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Programmamizni nayt yaxshi qo'llab bergan Əbəybək Guruhi başdan oxir program maydonida turib. Sizni jafo chekdingiz. Chiroyli kunlarimizni qabul qiling. Rahmat etimiz. Rahmat. Rahmat, ko'p rahmat. Endi to'yanda bugungi faoliyatimizga alayda bir aziz mehmonimiz taklif qildik. Bizning da'liq riyosatchimiz programmachiligimizda eng yaxshi programmalarni huzurimizga sunib, ma'naviyatimizni betib kelayotgan ko'p qirliq riyosatchimiz Mahira Abdug'ani Hadamu alayda taklif qildi. Chaqirimiz bilan sahnimizga taklif qilsa, faoliyatimizga ishga kelgan so'z qilgan bo'lsa, marhamat ada. Salom. Salam hürmetli karxançılar, karıq gelip elgi yarğanlar, elinin jürgek gelip toxtab qalğanlar. Salam səhnimizə yarışılğanlar, səhnimizdə çaxnaydıqanlar. Elgi körük bulup muhabbetini, bağışlaşını sunuduğanlar. Bugün mən ustazımın səhnisi durup, ustazım üçün sözləşinin bir şərəf işgənligini həm bunları aldırıb itibağım var. Eğer hayatlık tutunca anlaydıgan nakşa değilse, o ellay nakşisi. Anamız jirgimizga sındırıp etilgani ellay nakşisi. Kız sen, şereflik sen, hayalık bu, avaylığın, ihtiyatcan bo'lgan misralar bilan biz kız, ayal bulup üst etilganimizda erkek sen, şir sen, batur sen, yolg'usim sen, to'g'dug'chim sen degan misralar bilan erkeklar, o'g'illar yetilib chiqar ekan. Demek muşu nakşı bilen jirik-jiriklerimizga biz nakşının kudurduğunu sındırdıgan bo'lganmiz. Keyingi kunlar mening anlagan nakşa ta'limga Jungo Şinjan nashriyatlaridagi nakşılar. Jungo Şinjan nashriyatlarini ayni vaqtda ustozim Muxtar Bug'ra ham shu Muxtar akamga o'xshash bir-biridan iqtidorliq yo'l ochadigan karvon beshi bo'ladigan ustozlarimiz ishlagan. Men navbatda hayatlarga ekran orqali salom yo'llagan bo'lsam, aramizdan vaqtsiz ketganlarni ajoyib siylanganlarini aytdim. Ana shu hayotlar ichida Muxtar Bug'ra ustozimiz ishlayotgan programmalarda tuzning ta'mi bor, jonning hidi bor. Albatta biz ishlayotgan xizmatlar, emgaklarning xushbiroq gullari bor. Yetilayotganlarning
Yol izləyətqanlarning xoşal külki sadalari bor. Biz ustozimiz oldida program haqida so'z aytishga taqdirlik qilamiz. Lekin shundaqdimi ta'limimizga shundaq ustozlar aytib bergan yo'lda mamalig'imizdan bugungi kunda yosh holimizda bizmi bog'dan atilib, keynimizga agashtirib kelayotgan ini sing'illarimizga nisbatan ulgi tiklash yo'lida chekimizdan tal oqqizayotganimizdan ajoyib xushalmiz. İpek yo'lidagi G'azalxon programmamizning 50 naqshdan boshlangan muhabbatni o'gi-o'gilarimizga singdirib yetishlik. Mush programmada aytilgan har bir naqsha, aytilgan har bir so'z, jumlalarning bizning yuragimizga o'yilib ketishlik. G'azalxon orqali ko'ringan ko'rinishlarning hayotimizni ko'rgan eng go'zal kartina bo'lib ko'z qarchig'imizni qetib qilishini yuragimdan umid qilaman. Ishqilog'im bu sahnada yarashibdi. Rahmat. Azroq ko'ngil so'zimiz bor. Mahira adam tilga ilinsa, xalqqa eng yaqin riyosatchi deyman. Chunki yaxshi bir onaning, Muxtar Bug'rodek yaxshi bir ustozning tarbiyasidan andoz olgan, xalqning orzusiga cho'kkan, kasbidan qimmat yaratgan, kasbini suygan yaxshi bir riyosatchi, yaxshi bir ona, xalqning yaxshi bir qizi. Chiroyli uzun dillaringizdan bek suyundiq qada siz bilan programmamiz texnik jonli ro'yobga chiqsin. Rahmat. Muxtar Bug'ro ustozga o'xshash, Manguradamga o'xshash, Muxtar Bug'ro ustozning yetaklashida ustozim deb turib, suyunib turib sahnada biz uchun so'z qilganda nihoyat suyundik, minnatdor bo'ldik. Shu ustozlarimiz ichib bergan yo'lda biz dag'dag'alarda to'sib men ketib boramiz. Shu ustozlarimizga, shu yo'l ichib berganlarga, shu san'atkorlarimizga, g'azalxonlarimizga, davomdoshlarimizga chin ko'nglimizdan rahmat. Qo'shimda bo'lsa, davomli sakrimizdan Tojikiz Akbar Boyshul madaniyat san'atlarimizning naqshchilari, san'atkorlari tanib bo'lsa, davomli huzurlar bo'lsin. Marhamat.
tamda uyg'onib seni Şamalar oynatsa sümbül saçını geldim uyarım dep seni eslayman yüreğim iştesi sendi bolğaşa her tamda uyg'onib seni eslayman yüreğim iştesi sendi bolğaşa her tamda uyg'onib seni sen kettin ben kaldım dere boyida aman bu digenler kaldı yadımda sen kettin ben kaldım dere boyida aman bu digenler kaldı yadımda aman bu digenler kaldı yadımda aman bu digenler kaldı Vay. Gülbanımla yeni bir tanışık berite edip kaldım. İkinci karar İpek Yolu Sadasi programısındaki Melodiya grupsınınki az çempiyonu hesapka. Hazırkı kaygice birden bir mahirlana işçiliki kız gülü, bir dal gülü. Rahmet eda rahmet.
Salam barlıq, tövəndə otağın barlıq, söyümlük əziz ustazlar, kesitdaşlar, akıllar, hədilər, əmanlarına muş vaxt xeyirlik olsun. Mən naxışçı, həm də muzikалық teatr artisti Gülbanur Erkin'dən sizlərə otuq salam. Bugün muşundaq əhmiyyətlik və nəhayət də xoşanlarlıq bir gündə bu yerdə sizlər bilən həm bəhərlənib, muşu sorunda turğunumdan tulumu ayacan ilkide turubdu mən. Həm də bunun ki muşu birinci qarar İpek Yol'daki Gazalxan programmasınınki texmi zor utuqlarını qazanışını və şundaqla muşu programı arqılıq nurgun isil əsərlərinin ro'yobga chiqishini için ko'nglimda umid qilaman. Hammalarga rahmat. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Men yana bir mikrofonni qapamay yechib bergan bo'lsanglar, ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyat hozirlandik. Mushu deganimizdek, ko'rgandan ko'pdir ko'rmaganni ko'rsa, o'lmagan deganimizdek. Mushundaq isil kishilarimizning sahnalarini, mushundaq ro'yobga chiqqan utuqlarini tenimiz salomatli bo'lsa, har qanday vaqtda ko'ra oladiganmiz. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Armag'aysizlar. Xo'sh, aziz mehmonlar, nurg'ulg'an pastda o'tirgan mehmonlarimiz charchagan bo'lishi mumkin. Bizning bugungi faoliyatimiz ozli qoldi. Az qolgan bilanmi, hamda o'tirganlarning soni sozli qoldi. Shunga hammalarga o'zinglarga bir javob berib o'tgan bo'lsanglar, ko'pdan ko'p rahmat. Charchadinglar, armag'aysizlar. Unda bo'lsa saknimizga bizning shu Ipak yo'lidagi G'azalxon programmamizga bizning riyosatchilarning beshi bo'lib kelayotgan hammamizga shundoq chiroyli gaplari hamda yumoristik paranglar orqali hammamizning ma'naviyatini betib kelayotgan shundoq bir akamiz bor. Akamizni bir necha kalima so'zlab berishga sahnaga taklif qilish sharfiga erishib turibman. Unda bo'lsa sahnamizda Savirdin Imom afandim qani. Ko'pqirliq san'atkor, ataqliq aktyor, naqshchi, shundaqla Ipak yo'lidagi G'azalxon programmamizning maydon riyosatchisi Savirdin Imom ustoz sahnamizga marhamat. Marhamat aka, armag'aysiz. Aldirmay. Rahmat riyosatchilar ko'z tegmasin sizlarga. O'moqlar, bir-biringlarni o'moq. Salom hurmatli aziz mehmonlar, naq maydondagi mushu hurmatga sazovar ustozlar, kirxonchilar, kasbdoshlar. Hammalarning har joy vaqti xayrlik bo'lsin. Savirdin imomdan sizlarga muhabbatlik salom. Rahmat. Men asla vay desem Muhtar Akam'nınki ko'nglini nima demiş qilganda Muhtar Akam'ning ko'nglini jirish hargizmi mumkin emas biz uchun. Chunki ustozlarningki bizga yaratib berayotgan roli, turmushimizda o'ynayotgan roli, shuning bilan bizga madad ilhomlar bilan mush kunga erishib kelyapmiz. Ipak yo'li sadosi bo'lsin, G'azalxon bo'lsin, bu bir cho'ng tipdagi programmalar. Cho'ng tipdagi programmalar emas, o'rta kichik tipdagi programmalarni vujudga keltirish oson emas. Men bu programma ishlab boqqan odam bilaman. Lekin men o'ylashib qoldim. O'rta kichik tipdagi programmalar bilan bilishib bu Japonni tatib yurgandan o'ylab boqsam, o'sha Muxtar Akam qatorliq bir qator ustozlar nayta cho'ng programmalarni vujudga keltirib, cho'ng sahna yaratayotgan bo'lgandan keyin ustozlarning sahnasida o'ynasak texmi mukammallashadi ekanmiz deb o'yladim. Onundan boshqa xotirjam bo'ladi ekanmiz. Japonning hammasini mushlar tatgan bo'lgandan keyin kollektivning ichida. Bizning tatgan japoyimiz faqat o'zimizga xosla ozli bir qism Japonni tatadi ekanmiz, lekin kollektiv bizli japo cheksak, bu japo pochilinib ketsa hech qaysimizga ig'ir kelmaydi ekan. Shu munosabat bilan mushu Muxtar Akamningki sepiga qo'shilganning yog'i, kollektivga kirganning yog'i har bir sahnasida har xil rollarni o'ynab kelyapman. Ipak yo'li sadosida naqsha etish sahnasida parladik. G'azalxonda riyosatchilik jihatdagi alohidligimiz bilan parladik. Endi buningdagi yana qanday programma chiqarsa, shuningga xos uslubimiz bilan oyatin ko'p qirliq dedim meni. Qirning hammasini chiqarib, qirga xos bir ishni qilmasak bo'lmaydi ekan. Endi har bir qirg'i birdan programma loyihaligi bo'lmaydi ekan. Loyihalagan odamlar oldimizda bizga ustoz bo'lib mengayotgan bo'lgandan keyin
Onun üstüge denişteydi uzun yıl işleş jarayonida bizning alaylıklarımızı tadqiq qilib bo'lgan bizning ustozlar bo'lgandan bizga qaysi sahnamizda bo'lsin bir kishilik rolimizni o'tashga fursat yaratib berdi ekan. Shu munosabat bilan o'tir kichiklikdagi programmalarni asla qo'yib, yanala o'sha cho'ng programmalar hapilishib, Muxtar Bug'ra akamizdek shunday bir kollektivning ichida qaynag'inimiz, o'zimizni texmi tonutqinimiz, o'zimizni texmi chiniqto'g'inimiz, shuning bilan birga xalq uchun cho'ng sahnalarda xizmat qilib olish fursatiga ega bo'lganimiz bo'lib hisoblanadi ekan. Shunga ustozlarga ko'z tegmasin, kollektivga ko'z tegmasin. Mushu G'azalxon programmasininki qo'zg'atishdan tortib mana bugun qo'yilishgacha bo'lgan barliq faoliyatlarga biz ishtirok qilib turyapmiz. Har bir qadamlarda biz bosqichlarda hamdam bo'lib turyapmiz. Endi bu televiziya stansiyasida qo'yilishdan iborat bir qo'shonlarlik ish bo'ldi. Bundan keyin Xurshida xonim ko'proq ododachilik qilasiz. Balkim bu kollektivninki televiziya stansiyasini o'ylab boqmagan kollektivning ichida barpo bo'lgan nurg'un loyihalar bo'lishi mumkin. Shunga shu loyihalarni o'tirg'i chiqarib, texmo san'atimizningki parlashi uchun Şinjanning har qaysi joylaridagi san'atga, sahnaga ehtiyojli bo'lgan barliq san'atkorlarimizning ham shundaqla el nag'machilarning cho'ng sahnalardan o'rin olishi uchun bir fursat bo'lib qolishi mumkin. Shunga hammalarning qo'llab berishini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat, Savardan ustoz, sizga masroq ko'ngil sog'imiz bor. Rahmat. Qabul qilgaysiz. Rahmat ustoz, rahmat. Harmag'aysiz. Bosgan yo'llaringizdan gullar unsin. Gül epkenmey gül ep ketadigan bo'ldim de. Siz shu gullarga loyiq ustoz. Rahmat. O'zingiz bir gul qilsin ustoz. Ko'pdan ko'p rahmat. Umid bor bugun shunda bir faoliyat bo'ldi. Bir kunlarda qayta aslasak shu chaqlarda deb yuraklarimizdan kuladigan. To'g'ri. Endi faoliyatimizning eng oxirida barcha mehmonlarning o'rinlaridan turib bir maydon mashrabga taklif qilgan bo'lsak, sahnamizda Roza Azizining chiroyli naqshlari bilan bugungi faoliyatimizga bir xulosa berib olgan bo'lsak, sahnamizda Roza Azizi, marhamat. Qani, marhamat. Chiroyli naqshlarimizga echilib, yeyilib, mumkin bo'lsa bir maydon mashrab o'ynab bergan bo'lsanglar, mehmonlar, sahnamiz sizlar uchun. Salom. Ustozlar, san'atkorlar, şirketdeki azizlar, hammalarga mendan salomlar bo'lsin. Nihoyatda isil, go'zal insonlar qopdi. Biz san'atkorlarga mana men boshliq va tag'amning turqini qara. Men boshliq barcha san'atkorlarga shunday cho'ng tipdagi san'at faoliyatlariga, programmalarga yo'l ochayotgan bizning ustozimiz Muxtar Bug'ra efendimga mush munosabatda rahmatimni bildiraman. Tininiz salomat bo'lsin, ömrünüz uzun bo'lsin. Her bir ishlaringiz nihoyatda go'zal bo'lsin. Unda bo'lsa başta shunda qiyiqas boshlangan, oxirim qiyiqas oxirlashtiramiz daga. Putsaqaydigo. Unda bo'lsa ustozimiz Muxtar Bug'ra köşeyiga urulangan inim Muradil Absalam akordi bilan Nazux Xanim degan naqshni urulay. Marhamat. Zolayat. Aygın. Doktor Ali.
Ali. Uğrakem tatı. Ha? 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 Kursi dede. Rahmet muş güzel kızlarga kelişken efendilerimiz köptük köp rahmet. Hem de hemmimiz kaytaylı oldu. Rahmet aka köptük köp rahmet. Hoş aziz mehmanlarımız, aziz sanat yoludaki barlık sanatkarlarımız, barlık karxançılarımız, hammalarning basqan qadamlaridan gullansin. Bugungi İpek yo'ldagi G'azalxon programmamizning qo'zg'atish marosimi vaqt munosabati bilan mishada oyoqlashdi. Barliq hammalarni kapagan qadimiga marhaba hamda rahmatimizni bildiramiz. Har vaqt xushvaqt bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.